Men yeni keldim. Salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira. Ha, uzundan beri nurg'un do'stlarimiz mushu Sheshona yana ichiga ichilgan mod o'yin loyin jiddiy. Zodi ichildimi, ichilmadi? Qayoqdan kiramiz? Qanday kiramiz? Qanchadan qanchagacha ichildi? Qanchagacha o'ltasak bo'ladi degan savollar to'g'risida ko'mib o'tgan tog'lar. Bugun mana mushu vlogim orqali sizlarga boshdan oxir javob bermoqchi oppoq qizlar, oppoq yigitlar. Unos oxirigacha ko'ringlar. Hozirgi mushu ta'tilda nega berib, bir rahat jaya holatda o'tirishni bilmay qolsanglar, darhol bizning mushu Sheshonlarning ichidagi loyinchi derimizga kelishini unutib qolmanglar do'stlarimiz. Biz mushu tushdan keyin boshlab kechkichilik yiya qilamiz. Sizlar qanchada qaysanglar, eng oxirgi bir jo'za biz shunchada qaytamiz degandek sizlarni oldirishning hojati yo'q bu yerda. Ana lekin to'y o'tkazsak bo'lamdi deb ketibgansizlar, to'y o'tkazsanglar tamamen bo'ldi. 12 yillarda bizning mushadimiz shunchalik chet el fingiri bir to'ylar shunchalik chiroyli bo'lib ketdi. Demak, mushu to'y to'kunda cho'glashlarni, aylanishlarni mushta teshining salqin havoliq yerlarda qilatdim deydigan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, biz bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Aloqalash nomerini keyinda deb bermay, undar nomerini keyinda deb bermay, shuningga oxirgacha anglab keyinda undar nomerini qo'shib olishni unutib qolmanglar. To'y to'ykunlarniki endi mana cho'ngroq bir ziyofatlaringlar fabuxiylar bo'lib qolsa, tichen yudin qilasizlar. Anarkin tamoq bormi deb sizlar meni ko'rguninglardek bizning korrupin palatni tatib masalanga maxsus shu erlarni to'ymay qolsa deb chiqirib bergan tamoqlarimiz bu. Ana lekin tug'ilgan kunlar bo'lib qolsa, alayda chaylaringlar bo'lib qolsa, bizga payzirak bizab pasanglar bo'ldi desanglar, alayda bizaydigan tug'ilgan kunlarni bo'lsa, tichen deb pasanglar, biz shu tushdan keyin boldiroq berib sizlarni jozanglarni eslab beramiz. Tamoq bormi degan do'stlarimiz, albatta bor bunday loyin jiddiy tamoq bo'lmasa bo'lmaydi. Hammamiz yaxshi ko'rib, hozir hammamiz yoqtirib yeyotgan tamoqlarimizning biri bo'lgan shu shokob, xanshi shokodan tatib ba. Ana lekin masalanga 3 kishilik, 4 kishilik, 2 kishilik yoki 10 kishilik kasanglarmi bo'laverdi. Mana bu yaqin do'stniki birli vaqtda tug'ilgan kuni bo'lib ketgan to'q kuni bizmi chiroyliroq o'zimizning ko'ngilni qilib, mushtaqroq bezab berdik tug'ilgan kunlarni asla bezab bera olamiz. Undan boshqa chiroyliklari va chammu shunchalik anglab yaxshi ko'rib kelibdiki, ufqam men bek yoqtirdim bu yer. Bek salqin, bek rohatga, men bu kunni kelaman deb shunchalik yaxshi fikrlarni, talablarni berdi. Shunchalik xush bo'ldim albatta. Undan boshqa xo'go bormi degan do'stlarimiz. Ha, albatta bor xo'go. Bo'lmay qolmaydi. Sizlarning nimaginglar bo'lsa shu bor. Asosiy shogo bilan xo'goni jo'pay tamoqlarimizning ichiga kirgizdik. Ana lekin mana shunday kechki shapaqlardan hozirlangach, payzi mushta shokolarni yegach, xo'golarni yegach, mushada mushna paranish munishib o'tsak bo'ladi desanglar, kasanglar bo'ladi. Undan boshqa har xil rangli ichimliklarimiz bor. O'zinglar agarda ichimlik ichib kesak bo'ldi desanglar, umi bo'ladi. Jiddiy shofi degan narsamiz yo'qchimi? Mushni aniq deb qo'yay. Masalan, siz o'zingiz kep rahat beshki do'stingiz bilan ishktal yengilib ichib ketsangizmi, umi ko'nglingiz hech ham bo'lmaydi. Ana lekin abay deb qo'yganda ekan, muhim faoliyatlar bo'lib qolsa, tichenda qo'yinglar. Agar muhim bo'lmay, ber tomoq yeb kelaylik deb qolsanglar, tichen yuya qilishinglarning hojati yo'q. Qancha baldir kelib o'rinni egallab o'tiraversanlar, bularda buningga hamda bunda xo'go shoko yeb qo'yib o'tiradigan tichen yuya qo'ymasa ham bo'ladi. Ana lekin mana bizniki mushu Sheshonlar yana yuyanchishni o'ziniki shunday chiroyli o'rnatib bergan fontanlar bor. Bularniki o'zimizning davlatdagi eng payzi naqshlardan o'zirlangan fontanlarda o'zirlangan. O'tiralaysizlar. Mana bizniki cho'ng tafsalik hisobda 10 kishilik xo'gorimiz, lekin liyansi bekchiq. Haqiqatan undan boshqa abay bishir ko'rsatganda korrupin pallar, pisalar, yidalimiyan ba. Ballarimiz yelaydigan jimixwa, shutyopinpan, ana lekin heliqi Jiru pisaxı, neuro pisadan tatib ba. Tamoqlarimizdan ansirmasanglar bo'ladi. Tamoqlarimizning ta'mini mushuna 3 kunda beri shiyinga qilib, mushuna kelgan do'stlarimiz bo'ldika yaxshi deb qilinmoqda-da. Ana lekin sizlarmi kelsanglar, o'zinglarning fikrini bersanglarmi bo'ladi. Shuningga do'stlarimiz endi ozdir ko'pdir kamchilik bo'lmaydi albatta. Bo'lib qoladi-ku, lekin bara-bara mangash tuzishib olsak bo'ladi. Nurg'un yerlarimiz chalatish, ularni to'liqlaymiz deb ozroq vaqt o'tib ketib qoldi. Anglasam mana Ojobeydamda bir futbol musobaqalari bor deydi-ku. Kelinglar ballar. O'g'illi yigitlar bugun kechdan boshlab naga berib salqin o'sha yo'g'on doping mulada musobaqa ko'rishni bilmay qolgan bo'lsanglar, darhol biz bilan aloqa qilishinglar jumu'a dedim-ku, lekin qancha baldir kelsanglar, shuncha baldir o'rin ola olasizlar. Endi alayda tug'ilgan kunlar, to'y to'kunninki yoki axborot e'lon qilish yig'inlarini mudafa bo'qiylarning ishlari bo'lib qolsa, uni chechan o'rlashtiramiz emasmi? Shunga uningga baldiroq yo'q qo'ymsanglar bo'lmaydi. Qolgan bunda berib kelib o'tirib ketay degandim deydigan do'stlarimiz bo'lsa,
bevas kelsanglar bo'ldi. Mening adresi nerede desanglar, mushu Şeşanlar yana aldı baxçısına kirmanglar. Aldı baxçısı deyman go. Baxçının aldı işikini kirmanglar. 5 ming kit qalsizlar. Keyin işikini kiringlar. Mashina edimsanglar, shu Chixu tarafdagi Dianji Pianchangninki 9sidagi ishikidan mingib kirsanglar bo'ldi ko'l bo'yiga. Agar mashina edayman desanglar, men pastga Şeşanlar yana Xuanli Shije degan dingvisini chiqarib qo'ydim. Shu dingvi bo'yicha kelsanglar, mushu Şeşanlar yana Homersida bir cho'ng tingchochang bor. Mashinalarni shu yerga to'xtatib qo'yib, andan keyin mushu Şeşanlarning darvozasining ichiga mingib kirib, ko'l tarafga kelsanglar, bizning Luinjidi kelalaysizlar. Ona bo'lsa kechda musobaqa ko'radigan o'g'illi yigitlar darhol aloqalashinglar. Men telefon nomerini deb bermay, hamda shu telefon nomerini qachilib olsanglar, undidarmi qo'shildi. Telefon nomer 13 3.9 158 519. Yana bir qitim deb beray, 13 3.9 158 519. Telefon qilish orqali yoki mushun undidor qo'shib olish orqali kelsanglarmi bo'ladi. Undidor qo'shasanglar deb yaxshi. Unda bo'lsa do'stlarimiz kunda misal saqlaymiz, har xil qo'go shokoladni yegash, yengli olan ishga chilimlarni chekkash, paranishib, mundishib, ko'ngillarni ichib, mushu kunlik turmushdagi bisminglarni yenikiltib, jaya qilib ketishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yetdimi normal ichildi. Unda bo'lsa biz mishada sizlarni saqlaymiz. Xayr xo'sh.